Bir stakan suvdan shunaqa katta ikkita pitsa tayyorladim desam ishonasizmi? Shunaqa ham o'xshab chiqdi. Albatta videoni oxirigacha ko'ring. Iliqdan sal issiq suvimizni idishga solamiz. 1 choy qoshiqda tuz, shakar, 1 osh qoshiqda dro'ji, o'simlik yoki olivka yog'ini yaxshilab aralashtirib, un solib, yumshoqqina xamir qorishni boshlaymiz va xamirimizni oshirishga olib qo'yamiz. Oshib chiqqan xamirimizni ikkita zuvalachalarga bo'lib, unlab, xuddi shunaqa videoda ko'rsatilgandek qilib yoyib olamiz. Xamir ustidan kechuplarimizni surtib, kolbasa va eriydigan sirlarimizni solib duxovkaga 200 daqiqaga yuboramiz. Bu orada ikkinchi xilini ham tayyorladik. Sosiskani chetlariga shunaqa aylantirib yopishtirib chiqib, xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib kesib, burab chiqamiz. Bu ham juda ham mazali chiqadi va bunga ham kechup va kolbasalarni qo'yib, o'rtasiga sirlarni sepib, 200 daqiqaga pishirishga yubordim. Pishib chiqqandan keyin ustiga oregano, qarabsizki, pitsalarimiz tayyor. Ko'chanikidan umuman qolishmaydi, ishonavering. Bu retsept uchun like bosib va yaqiningizga yuborib qo'yishni unutmang. Aytgancha, bu freshni shunaqangi limonli ta'mi boshqacha ekan. Tatib ko'ring.